Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Ukam mini kultivatsiya apparatlaridan ham obzor qilgan degan akalarimiz uchun e'tibor beringlar. Mini kultivatsiya apparatlarimizni yangicha partiyalar yetib kelgan. Undan tashqari ahamiyat beringlar. Ko'pchilik so'ragan varianti motorlariga отдельный masla, benzinni toza benzin quyiladigan karterli variantlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Undan tashqari akalar, xo'p, arzonchiroq model so'raganlar uchun arzonchiroqlardan ham 1 million 800 2 milliondan boshlab 2 million 800 minggacha ko'rib turibsizlar. Har xil turda assortiment qilib olib kelganmiz. Undan tashqari e'tibor berasizlar. Bu partiyalarimizda ko'pida ichida mana bunaqa agatlari bilan ham chiqyapti akalar. Shu munosabati bilan hozir sizlarga buni narx-navosini tanishtiraman va kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilib xarid qilishinglar mumkin. Undan oldin bitta ishlashni ko'rib olinglar akalar. Keyin qolgan ma'lumotni beramiz. Qani ishlashini ko'rgan ketdik. Qo'li kelib har kuni traktor haydab yurgan joyi yo'q. Bobo akamizga rahmat aytamiz akalar, chunki yerida mana shunaqa qilib sizlar uchun ishlatib, ko'rsatib berishimizga ruxsat berdi. Shuni hisobiga bitta like tugmasini ham bosib qo'yamiz Bobo akamizga. Mana akalar hozir o'zi kultivatsiya qilgan joyda agatini akalar ko'ringlar. Agatni ham juda ham zo'r, juda ham mashina olib beryapti. Haydab ketayotgan akamizga umuman qiyinchilik tug'dirgani yo'q. O'zi kultivatsiya qiladi, o'zi agatini olib, o'zi chopadi akalar. Mana. Bo'ldi. Mashina bitta ko'taraylik. Mana akalar hozir chopib, bu yog'ini agat olib kelgan joyi. Chuqurliklarni mana ahamiyat beringlar. Mana akalar ishlashlarini ko'rdinglar. Asosan bu mini kultivatsiya apparatlarimiz ko'rib turganinglarda kultivatsiya, chizel, agat olish uchun juda ham zo'r texnika hisoblanadi akalar. E'tibor berasizlar, ko'pchilik so'raydi, "Ukam frezalarning razmeri necha? Bu o'zi necha agatga tushadi?" degan akalarimiz uchun frezalari 40, 50, 60, 70, 80, 90 agatgacha bemalol tushadi. Chunki buni kaltaroq, uzunroq qilib foydalansangiz bo'ladi. Asosan bu mini kultivatorlarni olayotganda akalar eng birinchi ahamiyat beradigan joylar reduktori kattarog'idan olishinglar kerak. Chunki agar reduktori kichkina reduktor olib qo'yadigan bo'lsanglar, narxini arzonni olaman deb. Reduktori kichkina bo'lsa, yaxshi hayda olmaydi. Keyin kultivatsiya qilayotganlaringda yoki mana bunaqa orqasiga agat ulaganinglarda agat torta olmay qoladi. Shuni hisobiga buni olayotgan paytlaringda reduktorini eng katta reduktorini olsalaring, sizlarga yaxshi hamda sifatli ishlab beradi. Undan tashqari akalar, bu mini kultivatorlarimiz ko'pchilik aytib o'tgandek so'ragan modeli, motoriga отдельный masla quyiladi. 400-500 grammdan masla quyib turib, 80 benzinni o'zini, toza benzinni quyiladi. Zavodni orqali yurg'izib ishlatsanglar bo'ladi. Bu modeldan ham ko'pchiliklaring so'ragandinglar. Xo'p, karterli varianti bo'lyapti akalar bu. Buni ham reduktori ahamiyat beringlar. Mini kultivatorlar ichida eng katta reduktor mana shuni reduktori bo'ladi. Hamda frezalari ham juda ham baquvvat qilib ishlangan bo'ladi akalar. Xo'p, yurishlarini ham bir qator tanishtir ukam deganlar uchun e'tibor beringlar. Yurishlari zavodnoy orqali yarimta torkanglarda zavodet oladi. Undan tashqari akalar teva tomonda gazlari bor. Gazni bosaydigan bo'lsanglar frezasi aylanadi. Qo'yib yuborsanglar freza to'xtaydi akalar. Ishlash prinsipi juda ham oddiy. Kilogrammlariga o'tadigan bo'lsak, 25-26 kilogramm chiqadi. Ahamiyat beringlar. Juda ham yengil qilib ishlangan bo'ladi. Yoshi kattaroq, yoshroq odam ham o'ylanmasdan ishlata oladi. Narxlari 1 million 800 mingdan 2 million 800 ming so'mgacha ko'rib turibsizlar. Assortiment katta, motori katta kichigi, reduktori katta kichigi, karterli, bez karterli hammasidan bor. Undan tashqari mini kultivator, motoblok yoqtirib yurgan akalar ham aloqaga chiqarasizlar. Eng arzon joyi Optim bazasi bo'ladi. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i, agroservis do'koni. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.